Assalomu alaykum. Men 3 kunga lecheniga yotyapman. Hech kim kelmasin. Kelmasin hech kim, dam olaman. Payshanbadan yana ishdaman. Sebzordaman, ertalab qabulim Sebzorda bo'ladi. Obeddan keyin Mirzo Ulug'bek filialimdaman, Maksim Gorkiyda. Shanba kungi zo'r yangiligim bor. Shanba kuni bilasizlar, Qoraqamich filiali o'zimizga o'tdi. Shlamba, Oxunboboyev, Keles, Qoraqamich, o'sha rayonni o'sha joyi o'rtasida yuragida ko'chani yuzida ochganmiz. Hamma kutyapti, o'zi ham ochilishi. Remontlarimiz bitta, xudo xolasa, shanba kuni sizlarga bepul ko'rik qilib beraman. Bepul ko'rik kuni bo'ladi. Oldin joylar ochilishlar qilganimda esinglardami? Bepul ko'rik kunlar bo'lardi. Buni yangi ochmayapmiz, o'zi bor edi, prosta joyini almashtirdik, lekin bepul ko'rik kuni qilib beraman sizlarga. Barokatli